Assalomu alaykum. Menga 1 kilo piyoz berib yuboring. Yaxshi, sizdan soling. Biza hammasi zo'r. Nech pul bo'ldi? Narga sintish? Ishdan yaxshimi? Charchamaysan? Sen har kuni bozor qilasan, kecha yering keladi. Ajrashganimga 6 oy bo'ldi. Ajrashding. Men buni hali piyoz tegin, puli kerak emas. Qancha ajrashding? Ertaga kech payt 6 da o't, uyda hech kim bo'lmaydi. Bemalol gaplashamiz. Rahmat o'tkir. Hech qaysi sinfdoshimiz ajrashganini aytmay, menga aytdimi? Shakir aka, men piyozlarni qarab turing. Ertaga kech payt 6 da o't, uyda hech kim bo'lmaydi. Nima deysan, Nargiz? Qayerdan tushasan deyapman. Farxatskiga aka. Kim bilan uchrasholmadi-de? Nargiz sinfdoshimiz bilan. Avni yurib bordi-yu. Ajrashgan sinfdoshlar esa bitta menga aytdi, meni chaqirdi oltida. O'shanga uchrashuvga. Shunga nima olib borsam bo'ladi? Qiz bolaga shirinlik olib borasan-da. Shirinlik? Shirinliklarni dahshat kelgan. Bu elit shirinliklari. Elit? Mazasiga gap yo'q, sifatiga gap yo'q. Bunaqada rosa ko'p turidan kelgan. Mana shuni qizingga bersang, maza qilib yoradi. Yozib qo'ying. Конечно yozib qo'yaman. Omadingni bersin. O'tkir, keldingmi? Men senga elit shirinliklarni olib keldim. Jur birga jeyimiz sanaqda. Yur, keyin yeymiz. Yur. Keyin yoqmaydi jeyish. Ay, yura qolgan, senga zo'r narsa ko'rsataman. Maza qilasan, yur. Sinfdoshlar. Iflos, Sallam, Nargiz ajrashib yig'masa, vaqti yig'ib bo'lmaydigan ketsan sinfdoshlar. Hozir qolgan sinfdoshlar ham kelyapti, o'lsa. Aha, 6gacha sabringiz yetmadimi? Yo'q, gap sabrda emas. Bu ajrashgan emas. Bu shirinlik, sinfdoshlar. 7 oydan keyin kelaman.